Assalomu alaykum bolalar. Kimga Minecraftga mana bu Craftsman yoki analarga nima qilish, nima edi? Xuddi kompyuter versiyasini qo'yishni ko'rsataman. Mana Craftsman chiqib turadi hozir. Play Marketga kiramiz birinchidan bolalar. Kirganimizdan keyin aytga nima yozamiz? Bolalar hozir mana Palm Launcher, Minecraft oldidan Java yozsak hozir chiqadi. Mana bola o'rnatilgan mana shu ochishni bosasizlar. Kirgandan keyin bunaqa kompyuter versiyasi kerak bo'lsa birinchini bosasizlar. Agar mana shu yerda bosmoqchi bo'lsanglar mana bu import add-onni bosasizlar. Hozir men tortib bo'lganman. Shuning uchun ro'mas qaranglar. Mana Minecraftlarda ishlamaydi. Lekin boshqa Minecraftlarda ishlaydi. Chunki mana Minecraftga kirgizib bo'lmaydi hozir. Bolalar mana Craftsman'ga kiramiz. O'rnatgandan keyin shunday bo'ladi-da. Bolalar. Kirgandan keyin xolos bolalar. Tezroq kir. Bolalar kirgandan keyin mana shunday bo'ladi. O'zlar settingizga kirasizlarda qilasizlar. Mana agar options bo'lsa, mana shuni bosasizlar sizlar. Sizlar bosgandan keyin mana shu optionsni hozir kirsam bolalar. Mana mayda optionsimiz sizlarda o'zi anavi bo'ladi. Nima edi?